Jizzax sportsmen qizlarimi deyman-da. Assalomu alaykum. Yaxshi qilib savol bersam maylimi? 1 daqiqaga. Sizga sevish muhimmi, sevilish muhimmi? Wow, sizga bitta sovg'a bersam maylimi? Hadi sal chitroq oling mashinani. Xo'sh. Voyo, qizingiz yomon javob berib qo'ydilar, ha? Az 2 minut. Sevilish. Qarang, Arzikulov Instagramiga obuna bo'lgansiz? Assalomu alaykum. Qizimsiz? Sportsmenmisiz? Voyo, Jizzax sportsmen, chiroyli qiz. Kim aytdi sportsmen qizlar xunuk bo'ladi? Mana. Obuna bo'lgan ekanlar. Keling, sizga bitta sovg'a beraman, faqat tanlab olasiz. Mana bitta ochasiz, o'zingiz ochib tanlab olishingiz mumkin. Xohlagan yoki gurishga. Sportsmenlarga o'zi qanaqa sovg'alar yoqadi o'zi sportsmen qizlarga? Voyo. Xohlagan tanlab olishingiz mumkin. Yoqdimi sizga? O'zi videolarda ko'rasiz-ku, ko'pchilik, sizlar tashkillashtirasizlar deydi. O'zi tashkillashtirilar ekanmi yo shunday berilar ekanmi? Qayerdan qaytib turdingiz o'zi? Joningiz sog' bo'lsin. Ismingiz nima? Oygul ismli chiroyli jizzaxlik qizlarga jo'natib qo'yasizlar videoni. O'zingiz ehtiyot qiling. Voy, juda ham yarashdi. Rahmat.